Mana arqa taraflarini ham to'sib oldik, xudo xolasa. Tepalarga bako'ylarni qo'yamiz mana shu holatda. Pastlarga suvlar devorga tegmasligi uchun qo'yib ketganmiz. So'qarlarni. Tepalarimiz ham ancha bitib qoldi, xudo xolasa. Oldiga peshonalarni qo'yib chiqamiz mana shu holatda. Çelip istelerimiz hemen şolatta siliklerimiz. Kendiniz hemen. Şöyle kollalar toprağa koyuyordu. Olma endi. Şöyle. Nasıl yaptın? Nasıl ya? Kanyoklarimiz tagiga mana shuni holatda mana. Yopishgan har bittasi mana. Kanyoklarimiz mana. Har bittasi. Mana shu holatda mana. Har bittasi mana shu holatda mana. Choklarni keltirib ketyapmiz kanyoklar tagini ham. Mana shu holatda. Bu taraflarimizga o'zini eski tunikalarni urib ketyapmiz. Siliflarimiz bilan tekisligiga ham e'tibor berasizlar. Liniyalarimizga. Bu yerda o'zini g'oloklar bo'ladi. Qo'yamiz. Oldi arkamiz. Betni qo'yamiz xudo xolasa. Mana shu holatda. Kimda shunaqa tom xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana shunday chiroyli qilib bitkazib beraveramiz.